Zakariya, Yahya va Isa alayhissalomlar kishilarga haqiqat yo'lini ko'rsatish yo'lida nurg'unlagan qiyinchiliklarga uchragan. Hatto Zakariya va Yahya alayhissalom bu yo'lda issiq jinni qurbon qilib, vahshiylarcha o'ldirilish orqali Alloh davosidan iborat bu buyuk yo'lning xarakterini bizga ko'rsatib bergan. Zakariya alayhissalom Isroil o'g'illariga, ya'ni Yahudilarga avatilgan payg'ambar bo'lib, nasab jihatda Davud alayhissalom orqali İbrahim alayhissalomga tutishdi. Isroil o'g'illari, ya'ni Yahudilar bo'lsa, aqida e'tiqod jihati chaqnab, axloqda tushkunlashib, muomalada kishilarga nihoyat ig'ir zulmlarni qilatdi. Hatto ular uchun avatilgan payg'ambarni o'ldirib etgan. Alloh taolo mana shuningdek haddidan oshgan Isroil o'g'illariga Zakariya alayhissalomni payg'ambar qilib avatadi. Zakariya alayhissalom to'y qilg'ili uzun yillar bo'lgan bo'lsa-mu, farzand yuzi ko'rinmaydi. Zakariya alayhissalomning ayolining qiz hamshirasi Imron ismli bir odamning ilkidi edi. Imron bo'lsa Baytul Maqdasda xizmat qilgan kishilarning bosh raisi bo'lib, ularni tartibga solib xizmatga solatdi. Shundaqli Imron nihoyat obid va taqvodor kishi edi. Imronning ayoli Alloh taologa to'xtamay duo qilib, Allohdan bir o'g'il farzand tilaydi. Imronning ayolining o'g'il farzand tilishining sababi Imronning ayoli agar Alloh taolo menga farzand ato qilsa, men u balamni Baytul Maqdasning xizmatiga atayman deb va'da qilgan edi. Baytul Maqdasning xizmatini qilgan kishilar bo'lsa aylar edi. Shuning uchun Imronning ayoli doim Alloh taolodan o'g'il farzand ato qilishni so'raydi. Imronning ayoli Alloh taolodan umid uzmay, har vaqt Alloh taolodan o'g'il farzand tilaydi. Alloh taolo u ayolning duosini ijobat qiladi-da, Imronning ayoli homildor bo'ladi. Imronning ayolining homildor bo'lganligidan Imron nihoyat xursand bo'ladi. Lekin Imron farzandining yuzini ko'rolmay, farzandi dunyoga ko'z etishdan ilgari vafot topadi. Imronning ayoli oy kunni to'shqizib, oxiri 4 ko'z bilan kutgan buvoqni tug'di. Lekin ahvol uning kutgandek bo'lmaydi. U 4 ko'z bilan o'g'il farzand kutgan edi, lekin u qiz tug'di. Shuning uchun u maysunib Alloh taologa Robbi inni wada'tuha unsa. Ey Robbim, men sana va'da bergan bu farzandimni qiz tug'dim deydi. U Alloh taolodan o'g'il farzand tilgan edi. Alloh taolo uningga o'g'il farzand emas, yaramliq o'g'il tug'digan qiz farzand ato qilgan edi. Inson ana shuningdek Alloh taolodan tuxum tilaydi, lekin Alloh taolo uningga tuxumdan yaxshi bo'lgan tuxu ato qilsa, nadan inson men Alloh taolodan tuxum tilasam menga tilganini bermidi deb qaqshaydi. Amaliyotda Alloh taolo biz uchun nimaning yaxshi ekanligini obdan biladi. Biz Alloh taolodan biliq tilishimiz mumkin, Alloh taolo bizga qamoq yoki to'r berishi mumkin. Bizga nimaning yaxshi ekanligini ishlarning oldi va keyini biladigan Alloh biladi. Shuning uchun Alloh taolo bergan narsa biz uchun eng yaxshi. Shunga Alloh bizga bergan narsa qarta biz rozimanlik bilan qabul qilishimiz kerak. Imronning ayoli buvoqning ismini Maryam qo'ydi va va'dasini ishga oshirish uchun bu buvoqni Baytul Maqdasdagi rohiblarga, ya'ni shu vaqtdagi Yahudilarning olimlariga topshirdi. Olimlar Maryamni kimning beqib tarbiyalashi haqida datalashga tushdi. Chunki Maryam ularning raisi, pishvosi bo'lgan Imronning qizi edi. Shuning uchun Maryamni beqish ular uchun sharaf hisoblanadi. Zakariya alayhissalom bo'lsa o'zining Imron bilan bajiliq munosabati bo'lganligi, ya'ni ayolining bu buvoq Maryamning hammasi bo'lganligi uchun Maryamni beqib tarbiyalashda o'zining eng munosib ekanligini o'ttirib qo'ydi. Buningga Baytul Maqdasdagi olimlar qo'shilmaydi. Ular oxiri datalash qilib, chek tashlash orqali chek kimga chiqsa, Maryamning homiligiga u ega bo'lganligiga birlikka keladi. Chek tashlaydi. Chek tunji qatim Zakariya alayhissalomga chiqadi. Ular buningga unamay chekni 3 qatim tashlaymiz deb turib oladi. Chek 3 qatim Zakariya alayhissalomga chiqadi. Bu Zakariya alayhissalomning tali bo'lganligidan emas, Alloh taolaning Maryam alayhissalomning homiligiga Zakariya alayhissalomni tanlashi edi. Shunda qilib Maryam alayhissalomning homiligi ishonchli qo'lga o'tadi. Zakariya alayhissalom Baytul Maqdasda Maryam uchun alohida hujra tayyorlaydi va Maryamni bu hujraning ichida beqib cho'ng qiladi. Maryam cho'ng bo'lgan vaqtidami, vaqtining ko'p qismini mushu hujraning ichida ibodat va tafakkur bilan o'tkazadi. Zakariya alayhissalom bo'lsa Maryamning sirtqi hojatlarini qamdashda yordamchi bo'ladi. Maryam vaqtining ko'p qismini hujradan chiqmay, hujraning ichida tafakkur va ibodat bilan o'tkazadi. Zakariya alayhissalom uning sirtdagi barliq hojatlarini qamdab beradi. Uningga alohida ko'ngil bo'lib tarbiyalaydi. Bir kuni Zakariya alayhissalom Maryamning qishiga kirgudek bo'lsa, Maryamning qishida o'z akilib bermagan yangi tamoqlarni ko'radi va buningdan hayron qoladi. Bu hodisa bir qancha qatim takror yuz beradi. Zakariya alayhissalom buningdan hayron qolib Maryamdan "Anna laki hada?" Bu tamoqlar sizga nereden keldi deb so'raydi. Chunki Maryamning qishiga Zakariya alayhissalomdan boshqa hech kim kirmaydi. Maryam "Huwa min indillah." Bu tamoqlar Alloh taolo tarafidan keldi deyish orqali Allohning o'ziga qilgan iltifotini so'zlaydi. Zakariya alayhissalom Maryamning qishiga sababsiz holda har xil tamoqlarni keltirgan Alloh menga farzand ato qilishga qodirg'u deb Alloh taolodan farzand so'rash niyatiga keladi-da, Alloh taologa mundoq duo qiladi. Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Ey Robbim, menga o'zing tarafidan bir farzand ato qilgin. Sen duolarni anglag'uchi va ijobat qilg'uchi deydi. Zakariya alayhissalomning Alloh taolodan farzand tilishining sababi Isroil o'g'illari zulm va aqida, e'tiqod, axloqda haddidan va chekka
2dan oshgan bo'lib, Zakariya alayhissalom yashinib qolgan edi. Zakariya alayhissalom vafot topgandan keyin ularni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Alloh taolodan farzand tilagan edi. Zakariya alayhissalom o'zi vafot topgandan keyin Isroil o'g'illarininki yo'l boshlovchisi qilishidan nihoyat ansiraydi. Shuning uchun Alloh taolodan farzand tilab, u farzandining Isroil o'g'illarini to'g'ri yo'lga yetaklashini umid qiladi. Uzun o'tmay Alloh taolo Zakariya alayhissalomning duosini ijobat qilib, uningga mundoq nido qiladi. Ya Zakariya, inna nubashshiruka bi g'ulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ey Zakariya, biz sana Yahya ismli bir o'g'il farzand bilan bishorat beramiz. Biz uningdan ilgari Yahya deb hech qanday bir insonni atmadik, ismdosh qilmadik deb ismini atgan holda bir farzand bilan bishorat berdi. Bu bishoratdan Zakariya alayhissalom xushalligidan nima qilarini bilolmay qoladi va yuragi gupildigan holda Alloh taologa anna yakunu li g'ulamun va kanat imraati aqiran va qad balagtu min al-kibri atiya. Ey Rabbim, mening qandoqmi farzandim bo'lsin, mening ayolim tug'mas tursa, men yashinib qolgan tursam. Ya'ni Zakariya alayhissalom xushalligidan inson aqli bo'yicha o'ylab, mening ayolim tug'mas, men yashinib qolgan tursam, ya'ni sen qo'ygan perdelar, sen qo'ygan sabablar ishq oshmay turib, qandoqmi mening bolam bo'lsin deydi. Lekin Alloh taolo u menga nayt oson. Men seni yaratdim, sen o ilgari yo'q eding deydi. Ya'ni Alloh taolo koinotdagi hamma narsalarga bir sabab, ya'ni bir perda qo'ygan. Nima uchun? Bizni imtihon qilish uchun. Masalan, o'ylab boqadigan bo'lsak, uzuqlik qimmati mo'l sutni bir kalidan chiqargan. Ya'ni kalini sutga perda sabab qilgan. Shifoliq hasalga herini sabab, ya'ni perda qilgan. Amaliyotda aqlsiz hara, aqlsiz kala shuncha uzuqlik qimmati yuqori sut va hasallarni chiqara olamdi, asla chiqara olmaydi. Hasal harisi va kala bir sabab, bir perda. U sabab, u perdaning keyinda u ishlarni vujudga chiqaruvchi Alloh bor. Alloh xolisa sababsiz holda u ishlarni vujudga chiqarishga qodir. Xuddi Zakariya alayhissalom yashinib qolgan, ayoli tug'mas bo'lsa-mu, ularga farzand ato qilganiga o'xshash. Ayolning tug'ishi bir sabab, amaliyotda farzand ato qildigini Alloh taolo. Shunga Alloh taolo huwa alayya hayyun va qad xalaqtuka min qablu va lam taku shay'a. U menga oson. Men bu seni yo'q yerdan yaratdim. Ya'ni sening onang va dadang sana bir sabab, bir perda, ammo men seni yaratdim yo'q yerdan deydi. Shunga Allohga nisbatan mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Shunga har vaqt, har qanday ahvol ostida Allohdan umid uzishga bo'lmaydi. Chunki sabab qarab turib biz ba'zan ishlarni mumkin bo'lmaydi deb qaraymiz. Allohga nisbatan u sabab bir perda. Allohga nisbatan har qanday ish mumkin va mumkin bo'ladi. Alloh taolo Zakariya alayhissalomga ato qilmoqchi bo'lgan bu bolaning ismining Yahya bo'lganligi va bu bolani ilmda, hikmatda, ibodatda, axloqda va ifatda xo'jayin, ya'ni eng yuqori pallada yaratadiganligi, ko'ngliga yomon ishni qilish va yoki yomon ishni pukishmi kelmaydigan yuksak ruhiy poklik bilan yaratadiganligidan bishorat beradi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Yahyadan boshqa har qanday bir odam yomonlikni qiladi yoki yomonlikni ko'ngliga putidi deydi. Ammo Yahya alayhissalom bo'lsa yomonlik qilmaydi, hatto yomonlikni ko'ngliga pukmaydigan ruhiy poklik bilan tug'ilgan. Zakariya alayhissalom bu bishoratdan keyin ko'ngling texmi orom tepib xotirjam bo'lish uchun Alloh taolodan menga bir alomat bersang deydi. Alloh taolo Zakariya alayhissalomga sen saq turib kishilarga 3 kun qadar gap qilolmaysa, ammo zikr tasbih ayta olaysa va ishorat bilan kishilarga maqsadni uqtira olaysa deydi. Amaliyotda shuningdan keyin Zakariya alayhissalom kishilarga gap qilolmaydi, ammo zikr tasbih ayta oladi va kishilarga ishorat bilan maqsadni uqtira oladi. Bir mezgil o'tgandan keyin Zakariya alayhissalom 4 ko'z bilan kutgan Yahya dunyoga keladi. Yahyaning bolaligi boshqa bolalarga tubdan o'xshamaydi. Boshqa bolalar o'ynasa, Yahya men o'yin uchun yaratilmadim deb o'yin o'ynashni rad qiladi. Hatto ba'zi bolalar hasharotlarni, hayvonlarni qiynab ko'ngli olsa, Yahya hayvonlarga don va suv berish orqali ularga mehr shafqat yetkazadi. Alloh taolo Yahyaga kichik vaqtida vahiy qilib, "Ya Yahya xudil kitaba biquva." Ey Yahya, kitobni yaxshi o'rgan, kuching bilan tut deb uni payg'ambarlikka tanlagan. Yahya alayhissalom orqali ilohiy mo'jizadan birisi ishqa oshayotgan mushu paytda Baytul Maqdasda yana bir mo'jiza yuz beradi. U bo'lsa-mu, tun vaqtini ibodat va tafakkurdan o'tkazayotgan Maryamga mundoq bir nido angladi. Ya Maryam, innalloha astafaki va tahharaki va astafaki ala nisa'il alamin. Ey Maryam, seni Alloh taolo bütün ayollar ichidan tanladi va seni bütün ayollardan ortiq qildi. Ya Maryam, uqnuti li robbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ey Maryam, Robbingga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil, ya'ni jamoat bilan namoz o'qi. Bu ovoz Alloh taolo tarafidan kelgan ovoz bo'lib, bu orqali Hazrati Maryam ilohiy vahining obyektivi bo'lish sharafiga noil bo'ladi. Hazrati Maryam bu nidodan keyin Baytul Maqdasni yo'tkilib, shaharning sharq tarafiga berib, u yerda chedir tikib, ibodatini kishilardan xoli holda davom qiladi. Bir kuni nihoyat salobatlik Maryam uni ilgari ko'rib boqmagan bir odam uning yoniga keladi. Maryam bu odamdan ansirab, "Inni a'udhu birrahmani
minka in kunta taqiyya. Men haqiqatan merhametlik Allah Taaladan senin yamanlıqdan panah tilayman. Sen Allah'tan qo'rqsang menga yaqinkenma, menga çeqilma deydi. Bu Allah Taala tarafidan avatilgan farishta Jibril alayhissalom bo'lib, men sizning Robbingiz tarafidan avatilgan bir elchi. Men sizga bir farzand bilan bishorat beraman deydi. Maryam bu gapdan hang-tang qilib, menga hech kim chaqilmagan tursa, ya'ni men to'y qilmagan tursam, yoki men yomon ishni qilmagan tursam, mening qandoqmi bolam bo'lsin deydi. Jibril alayhissalom amaliyat sen degandek. Ammo sening Robbing aytdi, u menga oson. Biz bu ishni bizning qudratimizni ko'rsatadigan bir dalil va biz tarafimizdan bo'lgan bir marhamat qildik. Bu Alloh burun hukm qilinib bo'lgan ishdir deyish orqali Maryamning onasi, ya'ni Imronning ayolining qilgan duosining ijobat bo'lganligidan xabar berdi. Va shundaqla u buaqning Isroil o'g'illariga rahmat ekanligi, ya'ni bir payg'ambar ekanligidan bishorat berdi. Maryam alayhissalom Allohning bu sharafni berganligidan bir tarafdan xursand bo'lsa-mu, ammo yana bir tarafdan bu ishni kishilarga nimdeb tushundirish masalasida nihoyat endishiga tushdi. Chunki dadasiz bir balni kishilarga nimdeb tushundiraylikdi? To'y qilmagan bir qizning homildor bo'lishini kimni to'g'ri tushunsin? Ammo Maryamning iffetlik ekanligidan iborat bu haqiqat Baytul Maqdisdagi barliq olimlarga ro'shan oydin masala edi. Maryam homildor ekanligini hech kimga aytmaydi. Tug'ilgan oy kuni yaqinlashgan vaqtida Qudusga bir qancha kilometr keladigan Baytul Lahma degan joyga ko'chib ketadi. Maryamning tug'il soati yaqinlab uni to'lg'oq azobi qiynashga boshlaydi. Uni to'lg'oq azobi shunchalik qiynaydi-ki, Maryam ya laytani mittu qabla hada va kuntu nasyan mansiya. Kashki men tug'ilmasam bo'ptikin. Kashki men kishilar diqqat qilmaydigan, kishilarning e'tiborini qo'zg'amaydigan, odatki normal bir inson bo'lib, unutilib ketgan bo'lsam bo'laptikan deb shunchalik qiynaldi. Qiynalishning eng yuqori pallasiga chiqqan vaqtida ilohiy mo'jiza bilan tug'ilgan bu buvoq dunyoga ko'z ochdi. Buvoqning tug'ilishi bilan Maryam bir g'amdan qutulgandek bo'lsa-mu, ammo uni yana bir g'am qiynaydi. U bo'lsa-mu, bu dadasiz tug'ilgan balni xalqining qishig'i berib, uni qandoq tushuntirish edi. Maryam mushunda g'amga petib turgan paytda Jibril alayhissalom orqali bir nido keldi. Alla tahzani qad ja'ala robbuka tahtaki sariyya. G'am qilmang, Alloh taolo sizning ostingizdan iqindi bir o'stin paydo qildi. Va huzzi ilayka bi jiz'in nakhlati tusaqit alayka rutaban janiyya. Siz qishingizdagi xurma darxini irg'iting. Xurma darxidan pishgan xurmalar to'kilib tushdi. Chunki xurma darxi bir ojiz ayol emas, necha er kishi birlashib irg'itsa ondan tarbiyadigan nihoyat cho'ng bir daraxt. Bu yerda muhim bo'lgani sabab qilish, harakat qilish va kuchimizning yetishida tipirlash. Alloh taolaning tug'utliq Hazrati Maryamni xurma darxini irg'itishga buyurishi Allohning va'da qilgan yordamga erishish uchunmi sabab qilishning naqadar muhim ekanligini ko'rsatdi. Hazrati Maryam Alloh taolaning degani bo'yicha xurma darxini irg'itdi. Xurma darxidan tulib pishgan xurmalar to'kilib tushdi. Uning yoniga Alloh taolaning deganidek o'standan birisi paydo bo'ldi. Hazrati Maryam bu xurmadan yeb, suvdan ichib, bu yerda bir qancha kun turgandan keyin buvoqni elib xalqining qishig'iga qaytish niyatiga keldi. Ammo uningda bir andisha bor edi. U bo'lsa-mu, xalqi uningga tuhmat qilib, yomon ish qilibdi deb uni o'ldirib o'tishidan ansiraydi. U oxiri qat'iy niyat kelib, xalqining qishig'iga boradi. Isroil o'g'illari Maryamning dadasiz holda bir buvoqni ko'tarib kelganini ko'rib, uni yomon ish qilibdi deb tuhmat qilib, qo'llariga chalma kesak elib, uni o'ldirib o'tmoqchi bo'ladi. Maryam alayhissalom ularga sizlar bu ishning haqiqatini bilmoqchi bo'lsanglar, u beshikdagi buvoqdan so'ranglar deydi. Ular bizni ahmoq qilyapmisa, u beshikdagi buvoq qandoqmi gap qila oladi deydi. Bu shundoq turgan paytda beshikdagi buvoq, ya'ni Isa alayhissalom, inni abdulloh ataniyal kitabu va ja'alani nabiyyan va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis salati vaz zakati ma dumtu hayya. Men Allohning bandasi. Alloh taolo menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi. Va men hayotli bo'lsam, meni namoz o'qishga va zakot berishga buyurdi. İsroil o'g'illari bu ko'rinish oldida hang-tang qoladi va Maryamga etib o'ldirish uchun qo'ldiriga olgan tashlar yerga tushib ketadi. Alloh taolo eng qiyin paytda ilohiy mo'jizasi orqali Maryamni saqlab qoladi. Ular bu hadisdan keyin 4 guruhga ayriladi. Birinchi guruh bu buvoqni iloh deb qaraydi. Ikkinchi guruh bu buvoq Allohning o'g'li ekan deb qaraydi. Üçüncü grupa bu buvoq o'zining deganidek Allohning bandasi va payg'ambari elchisi ekan deydi. To'rtinchi grupa bular ko'p sonliqni ifodalaydi. Maryam yomon ish qildi deb uningga tuhmat chaplab uni o'ldirib o'tmoqchi bo'ladi. Va bular haddidan eshib bu tuhmatning sababini Zakariya alayhissalomdan izlaydi. Tavrat va Zaburlarni o'zgartgan Yahudilarning ozg'un olimlari bu fursatni g'animat bilib Zakariyani o'ldirib o'tmoqchi bo'ladi va buni zolim podshohga berib chaqirdi. Zolim podshoh Zakariya alayhissalomni o'ldirish buyrug'ini tushirdi. Askarlar Zakariya alayhissalomning keynidan qo'g'lab
Zakariya alayhissalom kirib olgan cho'ng daraxtning atrofiga keladi. Daraxtning orliqidan Zakariya alayhissalomning chopinining peshini chiqib qolganligini ko'radi-da, har bilan daraxtni hardab Zakariya alayhissalomni tirik holatida hardab o'ldiradi. Endi Hazrati Maryamni qo'g'digudek, Hazrati Maryam ishonch qilgudek odam qilmagan edi. Hazrati Maryamning bu yerda turaverishi xatarlik edi. Chunki oshqun yahudiylar Hazrati Maryamni dadasiz bola tuqqan deb uni o'ldirib o'tish kuydi edi. Shuning uchun Hazrati Maryam Isa alayhissalomni elib bu yerdan ko'chib Misrga ketadi. Yahya alayhissalom bo'lsa Zakariya alayhissalomdan ayrilib dadasidan kichik holatida yetim qoladi. Yahya alayhissalom bilan Isa alayhissalomning yosh oraliqida faqat 6 oylik farq bor edi. Ya'ni Yahya alayhissalom Isa alayhissalomdan 6 oylik cho'ng edi. Yahya alayhissalom nihoyat muloyim bo'lib, Alloh taolo Yahya alayhissalomga shundoq bir muhabbat sog'anki, kishilar Yahya alayhissalomni intayin yaxshi ko'radi. Yahya alayhissalomni yomon ko'radigan birmi odam yo'q edi. Yahya alayhissalom cho'ng bo'ladi. Alloh taolo Yahya alayhissalomni 5 turlik ishga buyurdi va kishilarni o ishni qilishga buyurdi. Bu 5 turlik ish bo'lsa, birinchisi Allohga hech narsa shirk keltirmay ibodat qilish, ikkinchisi namoz o'qish, uchinchisi ro'za tutish, to'rtinchisi ko'p sadiq qilish, beshinchisi Alloh taologa ko'p zikr tasbih aytish edi. Yahya alayhissalom Allohning buyrug'ini bo'yicha bu 5 turlik ishga alohida ahamiyat berib to'liq amal qiladi va kishilarni bu 5 turlik ishga buyurdi va shundaqla kishilarga Alloh taoloni tunishtiradi. Kundan kunga Yahya alayhissalomga ergashadiganlarning soni ko'payadi. Yahya alayhissalomning ergashuvchilarining kun suri ko'payishi zolim podshoh va yahudiylarning ozg'un mo'llalarini ansirtdi. Shuning uchun Yahya alayhissalomni yo'qotish uchun plan tuzdi. Yahya alayhissalom shu vaqtdagi zolim podshoh Herodosning shariatda to'g'ri bo'lmagan bir nikohiga qo'shilmaydi. Zolim podshoh buni bano qilib Yahya farmoniga bo'ysunmaydi deb uni o'ldirish buyrug'ini tushirdi. Oqibatda Yahya alayhissalomni xuddi Zakariya alayhissalomga o'xshash vahshiylarcha o'ldirdi. Ya'ni Yahya alayhissalom namoz o'qiyotgan holatida askarlar uning kallasini uzib o'tdi. Maryam alayhissalom bo'lsa Isa alayhissalom 12 yoshga kirguncha Misrda turdi. Undan keyin Shamning Nasira degan yerga ko'chib kelib, Isa alayhissalom 30 yoshga kirguncha bu yerda turdi. Isa alayhissalom 30 yoshga kirgan vaqtida Alloh taolo uningga vahiy qilib payg'ambarlik vazifasini yuklaydi. Isa alayhissalom payg'ambarlik vazifasini ado qilish uchun Isroil o'g'illarining qishig'i berib ularga Allohni tunishtirdi va o'zining payg'ambar ekanligini aytdi. Isroil o'g'illari o'zining payg'ambar ekanligini isbotlaydigan mo'jiza talab qiladi. Isa alayhissalom ularga inni qad ji'tukum bi ayatin min robbikum, men sizlarga Robbim tarafidan o'zimning payg'ambar ekanligini isbotlaydigan mo'jizadan keldim. U bo'lsa-mu men loydan qush shaklida bir narsani yasab, uningga po'lisam u jonli qushga aylanadi. Ikkinchisi, men Allohning izni bilan tug'mi ko'r, baras, ya'ni oq kasallarni saqayta olayman deb Alloh taolo uning payg'ambarligini isbotlash uchun bergan mo'jizalarni ularga deydi va uni ularning ko'z oldida ko'rsatdi. Lekin yahudiylar op-ochiq mo'jiza oldidimi bu bir sehr deb Isa alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilib, uning gapiga ishonmaydi. Isa alayhissalom o'zining Alloh davosini davom qilish uchun o'ziga ishongan kishilar ichidan kim menga yordamchi bo'lib Alloh davosiga otlanadi deydi. Uning ishongan kishilar ichidan 12 kishi o'zini bu yo'lga ataydiganligini aytib o'tiruvchi. Bu 12 kishi Qur'on Karimda havariylar deb ataladi. Isa alayhissalom bu 12 kishini ruhiy jihatdan chiniqtirish uchun ularga bir oy ro'za tutishga buyurdi. Ular Isa alayhissalomdan ko'nglining xotirjam bo'lishi uchun osmondan har xil noz-ne'matlarni o'z ichiga olgan bir dasturxon tushirib berishni talab qildi. Isa alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ular tilagandek dasturxon tushirib berganligi. Ammo dasturxon tushirib bergandan keyin kofir bo'lsa, ularni dunyoda hech kimni azoblamaydigan qattiq azoblaydiganlik bilan ogohlantirdi. Alloh taolo ular tilagan dasturxonni tushirib berdi. Isa alayhissalom bu 12 yordamchilar bilan Falastinning bozorlariga berib Allohni tunishtirdi. Ya'ni tavhidni anglatdi. Zulm qilmaslikka, Allohga shirik keltirmaslikka va axloqiy jihatda asliga qaytishga buyurdi. Isa alayhissalomning da'vati nihoyat tez taqilib, uning ergashuvchilari kundan kunga ko'payishga boshlagan. Bu o'xshashlar shu vaqtdagi zolim podshoh va ozg'un yahudiy olimlarga tahdid elib keladi va ular ilgirgi payg'ambarlarga o'xshash Isa alayhissalomning ko'zini yo'qotish planini tuzadi. Isa alayhissalom bu xabarni anglab o'zini daldiga oladi. Askarlar Isa alayhissalomni izlashga boshlaydi. Havariylar ichidan, ya'ni Isa alayhissalomning yordamchilari ichidan bir odam xoinlik qilib, Isa alayhissalomning o'rnini askarlarga deb qo'yadi. Alloh taolo bu odamni Isa alayhissalomning shakliga kirgizib qo'ydi. Askarlar bu odamni Isa alayhissalom deb o'ylab tutib, podshohning qishiga olib boradi. Podshoh bu odamni Isa alayhissalom deb o'ylab nihoyat qattiq qiynab, oxiri kriski mixlab o'ldirdi. Yahudiy poplari bo'lsa, biz Isoni o'ldirdik, yo'qotdik deb xo'sh bo'ladi. Ammo Alloh taolo Qur'on Karimda ularning Isoni o'ldirmaganligi, aksicha o'xshitib boshqa bir odamni o'ldirganligi, Alloh taolo Isa alayhissalomni osmonga jism bilan chiqib ketganligini bayon qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom oxirgi zamonda, ya'ni qiyomat turishidan ilgari
ayetleri İsa aleyhisselamның osmondan jismi bilan tushib Dajjalni o'ltirdiganligi va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning shariati bilan hukm yurgizdiganligi dunyoning qaytadan bir adolatga qaytadiganligidan xabar beradi. İsa aleyhisselam İsroil o'g'illariga avatilgan oxirgi payg'ambar bo'lib, o'zidan keyin Ahmad ismli bir payg'ambarning keldiganligi bilan xabar bergan. Yuqorqi 3 payg'ambarning hayotidan oldigan ibrat va darslar birinchidan ne'matga shukr qilishning eng yuqori pallasi va eng yaxshi usuli shu ne'matni bergan zotning yo'lida ishlatish. Masalan, Imronning ayoli Alloh taoladan bir farzand ato qilishni shuncha umid qildi va shuncha duo qildi. Oxir Alloh taolo uning duosini ijobat qilib, u orzu qilgan farzandni berdi. Imronning ayoli bo'lsa, buningga shukr qilish uchun bu bolasini Alloh yo'lida otadi. Demak, ne'matga shukr qilish shu ne'matni bergan zotning yo'lida ishlatish yo'lida bo'lsa, bu eng yuqori shakldagi shukr bo'ladi. Ikkinchisi, Alloh taolaning har qanday ishga qodir ekanligi. Shuning uchun Alloh taoladan har vaqt umid uzmasligimiz, Allohning sababsiz ishlarni vujudga chiqara olganligi uchun ba'zi sababdan halqagan ishlardimi Allohdan umid uzmasligimizning muhim ekanligini ko'rib olamiz. Uchinchisi, agar Alloh taolo bizga biz tilagan narsani emas, boshqa bir narsani bersa, shunga ishonishimiz kerakki, Alloh bergan narsa biz uchun biz tilagan narsadan yaxshi. Chunki biz ishlarning oldini bilamiz, keyini bilmaymiz. Alloh taolo ishning oldi va keyini biladi. Demak, Alloh taolo bizga bergan narsa biz uchun eng yaxshi. Shuning uchun Alloh taolo bizga nim bergan bo'lsa, uni rozimanlik bilan qabul qilishning naqadar muhim va o'zimizga naqadar foydali ekanligini ko'rib olamiz. To'rtinchisi, Alloh taolo bizga yordam qilishga va'da qildi. Ammo shu yordam erishish uchunmi bizning cho'qim sabab qilishimiz, harakat qilishimizning naqadar muhim ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, Alloh taolo Maryam alayhissalomga yordam qilish uchun uni shu tug'utliq holatida xurmo darxini irg'itgan dedi. Alloh taolo xurmo darxini irg'itmasdanmi uningga xurmoni tushirib berishga qodir edi. Lekin Alloh taolo uningga tug'utliq holatida bo'lsa-mu xurmo darxini irg'itgan deyish orqali tipirlashning, harakat qilishning, sabab qilishning naqadar muhim ekanligini ko'rsatmoqchi. 5-inchisi, Zakariya alayhissalomning tirik holatida haydalganligidan, Yahya alayhissalomning bo'ynining uzib etilganligidan, payg'ambar va payg'ambarning yo'lida mangadiganlarning naqadar qiyin sinoqlarga duch kelganligini ko'rib olamiz. Shunga men payg'ambarlarning varisi deydigan kishilarning iddia jihatda tayyorlikda bo'lishining kerak ekanligini ko'rib olamiz. 6-inchisi, Allohga o'zini topshirganlarni eng qiyin paytlarda Allohning saqlaydiganligini ko'rib olamiz. Masalan, Alloh taolo Hazrat Maryamni eng qiyin paytlarda buvoqqa zuvan kirgizish orqali İsroil o'g'illarining chalma-kesak qilishidan saqlab qoldi. Demak, biz o'zimizni Allohga butunlay topshirsak, Alloh taolo bizni har qanday xiym xatardan saqlaydi.